Biz duo qilamiz-ku, mana o'zimiz ham ishonmaymiz ijobat bo'ladimi yoki yo'qmi. Chunki har doim ham ikkilanib duo qilganmiz. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi degan ma'noda duo qilganmiz. Unday duo qilgan odamni duosini Alloh rad qiladi. Qabul bo'lmaydi. Shuning uchun duoyingiz ijobat bo'lishligiga ishongan holatda duo qiling. Aniq ijobat bo'ladi deng. Alloh ijobat qiladi. Yana shu joyda bir masala bor. Farzandimiz kasal. Ishimiz yurishmayapti. Biz qarzdormiz. Duo qilyapmiz. Duoyimiz ijobat bo'lmayapti lekin. O'zimizni farzandimiz kasal-ku, biz aniq sog'ayishi uchun duo qilyapmiz uni. Chin qalbdan duo qilyapmiz. Duo ijobat bo'lmayapti-ku. Sog'aymayapti-ku mana. Ishimizni oldi ochilmayapti-ku degan savol tug'iladi. Shu joyda Alloh taolo bir bandani hisob-kitob qilayotgan vaqtda nomai a'moliga Tuhoma tog'ining kattaligicha ajrlar, savoblar keltirib qo'yar ekan. Shu joyda